Salom qizlar. Hozir men kechki uxlotlarimni yuzimga qilyotgandim va tungi kremimni ham yuzimga hozir surib ko'rsatmoqchiman. Chunki bu oqartiruvchi effekt beradi. Ko'pchilik so'raysizlar, oqartiruvchi qanaqa kremlaringiz bor, nimani maslahat berasiz deb. Hozir mana yuzlarimni birinchi молочкоda artdim, tozaladim va umivalkada yuvib olaman. Hozir bu yerda umivalkam yo'q. O'zim tayyorlaydigan umivalkada yuvib tozalaganimdan keyin yuzimga mana shu milky kremimni surib olaman. Oqartiradi. Bu Dr. Capuni'ga 250 mg da bo'ladi. Hozir men sizlarga shuni surib ko'rsataman. Mana chiqarganda shunaqa bo'ladi. Chiqadi va oynaga qarayman. Hamma joyiga ozgina-ozginadan qo'yib chiqaman. Mana shunaqa qilib suraman. Albatta massaj harakatlari bilan yuzingizga qilsanglar, kremlar rosa ham zo'r singadi. Hozir men unaqa qalin surmayapman. Ozgina miqdorda. Qaranglar, уже сразу oqartiradi. Zo'r. Yuzim bugun qizaribroq turganda, yuvganimdan keyin mana bu o'zi mana hozir qo'limga ham surib ko'rsataman, qo'limga qaranglar. Surganning o'zida oqartiryapti. Yuzimda uncha bilinmagan bo'lsa, hozir qo'limga ham suraman. O'zi buni qo'lga ham bemalol sursa bo'ladi. Yuzimga qaranglar, уже oqartirdi mana qo'lim. Bu ikkinchisi. Уже сразу effekt. Chunki bu sutdan tayyorlangan hisoblanadi. Voy, hidlari ham zo'r. Xullas, mana shu kremni maza qilib ishlataman. Hozir temagan joylariga surib olaman. Tavsiya qilaman, yuzinglarni oqartirmoqchi bo'lganlar, tungi qanaqadir kremni qidirib yurganlar, yog'li yuzlarga ham, quruq yuzlarga ham tushib ketadigan universal krem hisoblanadi. Doktor Kapu firmasining kreskasi bemalol o'zimdan xarid qilsanglar bo'ladi qizlar. O'zim ishlatadiganini sizlarga ravo ko'raman.